Oyoqdagi og'riqlar bitta tizza bo'g'imidagi tuzlar hisobiga emas ekan. Belimizga ham bog'liq bo'lar ekan. Tushundingizmi? Demak, bugungi suhbatimizda yana bitta narsani differensiatsiya qilish deyiladi. Bir-biridan farqlash masalasida gaplashamiz. Mana onaxonimiz tizza bo'g'imlarida og'riq, ko'proq chapida og'riq deb murojaat qilinyapti. Bunday olganda ikkalasida bir xilda shish yo'q. Istimalari bir xilda. Mahkam ishlayman, unda ham og'riqlari yo'q. Demak, onaxonda yoshlaringiz nechta onaxon? 60. 60? Ha. 60-62 yoshdagi ayol. Nima ish qilgansiz? Talada ishlaganman. Kombinatda ishlab, keyin talada ishlaganman. Ha. Yo'q. Quruvchi bo'lmagansiz, buxgalter bo'lmagansiz. Dalada ishlaganman. Ha, endi sartarosh bo'lmagansiz. Shularda ko'proq bo'ladi-da bu. Undan keyin tikka turib 8 soatdan smenada ishlaydigan tekstilchilarda ko'proq bo'ladi. Kombinatda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Sanoda oldida. Keyin dalaga chiqib ketgansiz. Yaxshi-ku dala, toza havo. Xohlasangiz ketmonda urasiz, xohlamasangiz urmaysiz. Tushundingizmi? Mana aytyapsiz, mana orqasidan tortyapti. Mana tepadan tortyapti. Ertalab tikka turib yurib ketishim qiyin bo'lyapti deyapsiz. Mana shunaqa narsalar boshqa kasallik ham bor-da. Shu oyoqlarga og'riq beradigan boshqa kasalliklar bor nervlarimizda mana. Tushundingizmi? Mana shu nervimiz mana belimizdan chiqar ekan. Sonimiz, boldirimizda orqasidan o'tar ekan mana. Demak, sizda shu mana shu oyoqda hosil bo'ladigan narsalar hammasi demak nervdan bo'lyapti. Tushundingizmi? Belingizdagi nervingiz shuni oyoqqa beryapti. Deforme shu artrozlarda siz bitta oyoqda yurgansiz, bitta oyoqda ketmon chopgansiz emas-ku. Ikkalasida bir xil harakat qilgansiz. Lekin sizda mana chap oyog'ingizda og'riq ko'proq mana. Mana og'riyapti. O'zingiz men qo'limda oling og'riyapti demoqchi bo'lyapsiz mana. Tushundingizmi? Mana tugun nervlar mana shular. Setta sedalishi nerv. Beldan ketyapti shu narsalar hammasi mana. Oyoqdagi og'riqlar bitta tizza bo'g'imidagi tuzlar hisobiga emas ekan. Belimizga ham bog'liq bo'lar ekan. Tushundingizmi?